Assalomu alaykum qadrli hamkasblar. Bugun ko'plab maktab zavochlarini qiynaydigan masala sinflarni yangi o'quv yiliga o'tkazishdagi xatoliklarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda e-maktab platformasiga kirib olamiz. e-maktab.uz platformasiga kirib olamiz. Mani kirib oldim. Bu yerdan administratsiya bo'limiga kiraman va bu yerdan esa sinflar ro'yxatiga kiraman. Xatoligi bo'lgan maktablar bu yerda yangi o'quv yiliga o'tkazing deb qizil rangda so'rovnoma paydo bo'lib qoladi. Hozir bizlar yangi o'quv yiliga o'tkazganligimiz sababli bu yo'qolgan. Mana 2026-2027 yilga bizning sinflarimiz o'tgan. Ko'p maktablarda o'tkazishda aytilgandek bajaradi videoda. Keyin bu yerda 9-sinflarni bitiruvchi sinfga arxivga tortmaydi. Keyin boyagi arxivdan chiqarib olish kerak. Chiqarib olishdan oldin 10-sinflarni yaratish kerak. 10-sinflarni yaratib bo'lmasa ham boyagi ma'lum bir sabablarga ko'ra yangi o'quv yiliga o'tkazilmadi degan chiqib qoladi. Mana sinf yaratish mana tepada o'ng tomonda tepada plus belgisi bor. Kiramizdagina bu yerga 10A bo'lsa A sinf deb yaratamiz. Keyin sinf nomiga ham shuni o'sha so'zda shunday 10A ni shunday ko'chirib joylashtirib qo'yamiz. Smena birinchi smena bo'lsa birinchi smena, ikkinchi smena bo'lsa ikkinchi smena tanlaymiz. Sinf turiga umumiy ta'lim, korreksiyali ta'lim va boshqa deyapti. Bizni maktab umumta'lim maktabi bo'lgani uchun umumta'limni tanlayman. Keyin bitiruvchi sinfmi deyapti, 10-sinf. Bitiruvchi sinf emas. Shuni belgilamayman. Agar 11-sinf bo'lganda buni belgilab qo'yishimiz kerak edi. O'quv yili 2026-27 o'quv yiliga o'tyapti. Keyin darslarni raqamlash degan joyi bor. 0 dars raqamlarini jadvaldan chiqarishni bandini tanlaymiz. Bu yerdan 10-sinf kimni sinfi bo'lsa o'shani belgilab qo'yamiz. Keyin maktab psixologini belgilaymiz va yaratish knopkasini bosamiz. Menda hozir 10-sinf borligi uchun yaratmayman. Siz esa yaratasiz. Yo'q bo'lsa. Bitta xatoligini oldini oldik. Keyin 10-sinflar yaratilgandan keyin bitta oldingi o'quv yiliga qaytamiz. Mana bu yerda ranglar bilan berilgan sinf arxiv. Birinchisi shartli belgilar deyapti. Birinchisi sinf yangi o'quv yiliga o'tkazilmagan. Agar bunaqa rang bo'lsa, yangi o'quv yiliga o'tkazilmagan deb chiqadi. Agar qora bilan berilgan bo'lsa, yangi o'quv yiliga o'tkazilgan. Yangi o'quv yiliga o'tkazgandan keyin sinflar arxivga ko'chirilib qoladi. Eski o'quv yiliga o'tgandan keyin. Keyin bu yerda o'tkazishda 9-sinfni taylab ketamiz. 11-sinfda bitiruvchi sinf qilib chiqarib olamiz. Mayda chiqarish asosan arxivlashda keyin 10-sinf yaratilmasligida ko'proq xatolik kelib chiqqani uchun yangi o'quv yiliga o'tkazilmay qolib ketishi mumkin. Asosiy o'sha joylarga e'tibor qilingizlar. Keyin maktabda sinflarni yangi o'quv yiliga o'tkazish buyrug'ini chiqarib qo'ysalaringiz, erta tekshiruv bo'lib qolsa, so'rab qolish ehtimoli katta. O'shani chiqarib keyin yangi o'quv yiliga o'tkazganlaringiz ma'qul. Kanalimizga a'zo bo'lingizlar, bizdan uzoqlashmang.